Dada, çöçek anlayma, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam boludu. Ben sana hazırlam dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Omaklarim, keşlikanlar hayırlik bolsun. Bugün men sizlarga Pakının tishi yo'q degan hikoyani aytib beray. Undaqda omaklarimning qiliqi davomli Dilala hadisda bo'lsin. İptidoiy ko'lda bir to'p yov o'rdak beliq tutib yeb yashaydi ekan. Ko'l bo'yida Paqa ona va uning bolalari Pasha, Komoda va chivinga o'xshash ziyandosh hasharotlarni tutib yeb, kunlarini xotirjam o'tkazadi ekan. Bir kuni o'rdak ona chujilarini agashtirib kelib ko'lga tushibdi-da, suvda o'zib o'ynag'ach bahor faslining go'zal manzarasini tomosha qilibdi. Paqa ana va uning bolalari ko'l yoqasidagi sozliqda o'rdak ana va uning chujilarining haqildab aytgan naqsini anglab o'ltiribdi. Bir chog'da Paqa ana uzun tilini shortida chiqiribdi-da, cho'pning yupurmaqida apsapsinib o'ltirgan cho'ng bir qora chivini tiliga choplashtirib, itdek og'ziga silib, ko'zlarini yumgan holda taslikda yutibdi. Paqa ananing yemakligini taslikda yutayotganligini ko'rib qolgan o'rdak chechilari qirg'oqqa o'sib kelib, "Paqa ocha, tomoqingiz og'riyotgandi" deb qaqildashib so'rabdi. "Yo'q, og'rimadi" deb javob beribdi. Paqa ana pultaygan ko'zlarini yumib, og'zidagi yemaklikni taslikda yutayotgandan keyin, "Tomoqingiz og'rimasin, nemishqa yemaklikni qiynalib taslikda yutasiz?" O'rdak chejilari hayron bo'lishib, yana qaqildashib sababini so'rabdi. "Chiroyli qizlarim, men yemaklik yutgandichu ko'zimni oz degandimu bir qiyitim yumaman. Agar yutgan yemaklikim sal cho'ngroq bo'lsa, ko'zimni kayni-kaynidan ko'p qiyitim yumsam, ondan yutalayman." Paqa ana gelidagi po'qiqini sanqilatqanicha pultaygan ko'zlarini paqirtib turib javob beribdi. O'rdak chejilari haqildashib, "Ko'zingizni yumib, og'zingizdagi yemaklikni taslikda yutsangiz, tomog'ingiz og'rib qolgan o'xshaydi deb qopdimiz. Yemaklikni bunda qiynalib, butun yutguncha yumshoq chaynab, oldirmay yutsangiz bo'lmamdi, Paqa ocha." Paqa ana o'rdak chejilarining gapini anglab, o'zini tutib olamay, kurkirab kulib ketibdi-da. "Yemaklikni chaynab yeydigan tishlarimning yo'qligini bilmamsizlar, chiroyli qizlar?" debdi. Paqaning tishi bo'lmaydiganligini zotil anglab baxmagan o'rdak chejilari hayron bo'lib, bir-biriga qarashibdi. "Mana qaranglar, ishonmasanglar og'zimga qarab yig'inglarchi. Biz paqalarning rostila tishimiz yo'q." Paqa ana shundoq debla og'zini yo'g'on ichib o'rdak chujilariga ko'z tutdi. O'rdak chujilari Paqa ananing rostila tish yo'qligini ko'rib, texmi hayron qolishibdi. "Mana o'zinglarmi ko'rdinglar, chiroyli qizlar?" debdi Paqa ana gapini davomlashtirib. "Bizning rostila tishimiz yo'q. Biz narsalarni tilimizga yopishtirib elib, butun beti yutamiz. Sizlarmi bilasizlar, bir narsa yutish uchun cho'qim ittirish kuchi bo'lishi kerak. Biz paqalar ko'zimizni yumganda, ko'z oldimizning eg'iz bo'shliqimizga cho'kib kirishidan hosil bo'lgan kuchga tayinib yegan narsamizni qizil o'ngichimizga ittirib kirgizamiz." "Mundoqkanda?" O'rdak chejilari Paqa ananing gaplarini anglab, texmi hayron bo'lishib, yalpoq eg'izlarini echishib, bir-biriga qarashibdi va uningga sol nazar bilan tikilib, "Gapingizga qaraganda ko'zingizda bir xasiyat boda qiladi, shundoqmi, Paqa ocha?" deb so'rashibdi. "Ha, shundoq qizlarim", debdi Paqa ana aqlli o'rdak chejilariga qarab, dili suyungan holda tushuntirib.
Ko'zimizning tuvan qismida ustixon bo'lmaydi. Ko'z olmasi bilan eg'iz bo'shlig'imiz oraliqida faqat bir pardala bor. Shunga ko'z olmasi og'zimiz ichiga cho'kib kiralaydi. Paqa ana gapini tamomlab, havo bo'shlig'ida ving-ving ovoz chiqarib uchib ketayotgan bir pashini uzun tilg'i shoppida choplashtirib, og'ziga sapdi-da, pultaygan ko'zlarini yumg'inicha xo'rtada yutib etibdi. Paqa ananing bundak ajoyib karomatining barligini ko'rgan o'rdak chuvchilari uningga qoyil bo'lishib, uning taraf-tarafdan maqtab, haqildashib ketibdi. Ko'l bo'yida ularning paring'iga quloq selib o'ltirgan o'rdak ana chuvchilarining yangi bir bilimga ega bo'lgandan xursand bo'lib, pisingida kulib qo'yibdi. O'maqlarim, bugun biz o'rdak chuvchilar bilan birlikda yangi bir bilimga ega bo'lib oldik-a? Undaqda bugun o'rgangan bu bilimni, anglagan bu fanni hikoyani atrofinglardagi do'stlaringlarga, dadanglarga, opanglarga aytib beringlar bo'lamdi? Undaqda men sizlarga yana bir masal aytib beray-a? Boshqalar yaxshi ko'radigan Mushuk xonim. O'rmonlikda sayohat qiladigan nurg'un manzillik joylar, mehmon saroylar va ko'ngil etish maydonlari qurilib, bu joyga kelgan sayohatchilarni jalb qildi. Bir kuni Pilchoq Ben-Benning mehmon saroyiga 1000 sayohatchi hayvonlar keldi. U hayvonlarning hammasi yirik joylardan kelgan ekan. Sayohatchilar uzun yo'l yurib nihoyatda yerib ketgachga mehmon saroyining zalida aram ilib etib uyquga ketibdi. Birdamdan keyin xo'r qilgan ovoz anglanibdi. Sayohatchilar ko'zlarini ochib qarasa, Mushuk xonim xo'rak tortayotgan ekan. Bu chaqda Pilchoq Ben-Ben bilan qo'ng'ir iyiq xonim mehmonlarni yotoqlarga o'rlashtirishga boshlabdi. Tiyin xonim bilan Bo'jan Mushuk xonim bilan bir yotoqda turishni xohlamabdi. Seriq kali xonimlar ortiq gap qilmabdi. Atsi tong yo'rganda mehmon saroyining zali qizib ketibdi. Tiyin xonim hadab yig'layotgan bo'lib, uning barmoqlarini chashqan tishlab olgan ekan. Bo'jan xamish holatda. Biz bir kecha uxlayolmadik, chashqalar yotoqda kechicha o'ldirish qildi, debdi. Seriq kali xonimning ruhiy holati intayin yaxshi bo'lib, u "Men nihoyatda yaxshi uxladim-ku. Mushuk xonim kunduzda xo'rak tortib uxlagani bilan kechda uxlamay aldirash chashqon tutadi ekan emasmi?" debdi. Shuning bilan atsiz kechda birodarlarning hammasi Mushuk xonim bilan birga yetishni talashibdi. Mushuk xonim yana aldirash bo'lib ketibdi. U bir kechada 20 chashqon tutibdi. Mehmon saroydagi barliq mehmonlar nihoyatda tatliq uxlabdi. Kunduzi ko'pchilik sirtqa o'ynaga chiqib ketganda Mushuk xonim mehmon saroyida qilib xo'rak tortib uxlaydi ekan. Sayohat mezgilida Mushuk xonim faoliyatlarga ancha ko'p qatnashamagan bo'lsa-mu, u eng xushal ekan. Chunki hamma hayvonlar uni yaxshi ko'rib qolgan ekan. O'maqlarim, kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun boldir uxlanglar bo'lamdi. Atimi shu vaqtda Dillala unidor salonda ko'rishaylik, ha? Yaxshi tushlar, shirin tushlar, sizlarga hamroh bo'lsin. Xayr-xo'sh.